Ikkita o'quvchi, ulardan biri tez fikrlaydi, ikkinchisi biroz qiynaladi. Hozir biz kichkinagina test qilib ko'ramiz. Hozir ikkovingizga men raqam aytaman, unga birni qo'shib aytishinglar kerak bo'ladi. Masalan, men 4 desam, siz 5 deb aytasiz. Kelishdikmi? Xo'p, 2, 3, 7. 8, Ko'rdingiz-a, biroz o'ylab aytyapti. Endi sizni sinab ko'ramiz. 3, 4, 8, 9, 12. 13. Yaxshi. Endi testni o'zgartiramiz. Endi bir kamaytirib aytishinglar kerak bo'ladi. Masalan, 6 desam, 5 deysiz. 5 desam, 4. Kelishdikmi? Xo'p, sizni birinchi sinab ko'ramiz. 7, 6, 9, 8, 5. 4, Biroz qiynaldilar, ko'rdingiz. Sizni sinab ko'ramiz. 7, 6, 9, 8, 6. 5. Yaxshi. Ko'rib turganingizdek, biroz o'ylab qolishyapti yoki bo'lmasam darhol javob bera olyapti. Bu yoshga bog'liq emas. Bu mashqning natijasi. Sizni farzandingiz aynan qaysi biriga to'g'ri keladi? Birinchisi yoki ikkinchisiga? Fikrlaringizni izohda qoldiring. Siz ham farzandingizni tezkor fikrlovchi qilmoqchimisiz? Bu o'yinni har kuni kamida 2 daqiqa sinab ko'ring va natijalarni izohlarda yozib qoldiring. Yana shunaqangi miyani rivojlantiruvchi o'yinlar kerak bo'lsa, izohlarda o'yin deb yozib qoldiring. Biz sizlarga miyani rivojlantiradigan o'yinlarni video shaklida berib boramiz. Bu videoni esa saqlab olib, yaqinlaringizga yuboring, ular ham farzandlarini miyalarini rivojlantirishsin.